Assalomu alaykum. Bu video target orqali sotuv qiladigan sotuv bo'lim rahbarlari va biznes egalari uchun. Bu videoni ko'ryapsiz, demak, sizda ham target orqali sotuvlaringizda muammolar mavjud yoki sotuv hajmi siz o'ylagandek emas. Bu videomizda nimalar haqida gaplashamiz? Bu videomizda asosan ikki masalani ko'rib chiqamiz va o'zimiz real keyslar asosida shu masalalarga yechim beramiz. Birinchi masala, lead sifati tushib ketganligiga qaramasdan sotuv hajmini me'yorda ushlab turish yo'llari. Ikkinchi masalamiz esa lead soni target xarajatlaringizni oshirmasdan turib sotuv hajmini 2x dan 5x ga oshirish yo'llari haqida to'liq tushuntirib beraman va real keyslarga asoslanib ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring va maxsus sovg'aga ega bo'ling. Demak, boshladik. Hozirgi kunda target reklamasi orqali sotuv qilmaydigan bizneslar deyarli qolmadi. Lekin target orqali sotuv qiladigan bizneslarning aksariyatida uchraydigan asosiy muammolarni sanab o'taman. Birinchi muammo aniq raqamlashtirilmagan. Ya'ni nechta lead kelyapti, qayerda leadlar yo'qotilyapti, necha foiz konversiya, zakazlar qancha chiqyapti, nechtasi uspeshniy bo'lyapti, bitta mijoz narxi necha pul. Umumiylashtirganda raqamlar qo'yilmagan. Keyingi asosiy muammolardan bittasi bu sotuv voronkasi to'g'ri shakllantirilmagan. Ya'ni CRM qo'yib qo'ygan, avtomatlashtirib qo'ygan, integratsiyalar qilingan, lekin sotuv voronkasi to'g'ri shakllantirilmaganligi uchun qayerda yo'qotilyapti. Ya'ni qayerda potensial mijozlar yo'qolyapti, qayerda potensial sotuvlar yo'qolayotganligini ko'ra olmayapti. Shuning hisobiga sotuv hajmi oshmayapti. Keyingi asosiy muammo jami necha pul rasxod qilganini biladi, nechta sotuv qilganini biladi yoki necha pul summaga sotuv qilganini biladi. Lekin bu sotuvlar target orqali kelgan leadlardan bo'lganmi, yo'qmi degan savolga aniq javob yo'q. Keyingi to'rtinchi asosiy muammolardan bittasi tushgan zaявка yoki yangi leadlarni обработка qilishni aniq reglamentlari yozilmagan yoki umuman menejerlarga tushuntirilmagan. Agar yuqorida sanab o'tgan muammolarim sizda ham mavjud bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida yuqorida aytib o'tilgan barcha muammolarga keyslar asosida misollar keltirish orqali sizga yechim beraman. Bu inson kim o'zi, nimaga asoslanib gapiryapti, nimaga bu insonni eshitishim kerak degan savollar tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy. Keling, videoga o'tishdan oldin o'zim haqimda qisqacha tanishtirsam. Ismim Babay Xudoyor. Onlayn sotuv yoki call center orqali sotuv sohasida 7 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Faoliyatim davomida oddiy operatorlikdan boshlab xalqaro tajribaga ega mutaxassislikkacha ko'tarilganman. Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston bozorida faoliyat yuritganman. Faoliyatim davomida 20 dan ortiq proyektlar bilan ishlaganman va 200 dan ortiq jamoa boshqarganman. Kunlik 2 milliardgacha bo'lgan sotuvlarni amalga oshirganman. Asosan BAT, xizmat ko'rsatish, tashqi reklama, gul, telefon magazini, dezinfeksiya va shunga o'xshash bir nechta sohalarda ishlaganman. Hozirgi kunda outsource sotuv bo'limi bor. Bundan tashqari, qisqa muddatda noldan sotuv bo'limini qurish, sotuv hajmini 2x dan 3, 4, 5x ga oshirish bo'yicha konsultatsiyalarimiz bor. Undan tashqari korporativ trening, audit xizmatlarimiz mavjud. Birinchi ko'rib chiqadigan mavzuimiz leadlar sifati tushib ketishidan qat'iy nazar sotuv hajmini me'yorda ushlab turish yo'llari haqida bo'ladi. Hozirgi kunda aksariyat bizneslarda kuzatilayotgan muammo. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun biz nima qilganmiz, shuni ko'rsatib beraman hozir. Xo'p. Faraz qiling, siz bir oyda 1000 ta lead olgansiz, olib turuvdingiz. Undan sizda 30%, ya'ni 300 ta sog'lom edi. Hozirgi oxirgi paytda ko'pchilikda kuzatilayotgan muammo sifatli lead soni kamayib ketdi yoki leadlar sifati tushib ketdi. Faraz qiling, sizda ham sifat tushib ketgan, 10% ga tushib qoldingiz. Ya'ni 300 ta lead o'rniga 100 ta lead olyapsiz. Bizda ham yaqinda bitta keys bo'ldi, xuddi shunaqa muammo bilan uchragan. Ya'ni mart oyida 500 ta lead olgan, X sotuv qilgan, lekin aprel oyida biz mana shu konversiya sog'lom leadlar konversiya tushishiga qaramasdan aniq analizlar qilish orqali 250 ta lead bilan ham mart oyida 500 ta lead bilan qilingan ob'yemga erishdik. Qanaqa erishdik desangiz, hozir yozib ko'rsatib beraman sizga. Misol uchun, martda 500 ta lead olingan, sog'lom. Bundan
18% zakaz konversiya qilgan. 18% zakaz konversiya qilgan. 18% zakaz konversiyadan 62% uspешно bo'lgan. Endi biz nima qildik? 18% konversiyani birinchi sotuvchilar soniga ajratdik. Ya'ni 18% sotuv sizda aytaylik 100 million deb olaylik. 100 millionni faraz qiling, sotuv bo'limiz 10 ta odam bor. Kim necha foiz sotuvni qildi? Kimdir 30% ni qilgan, kimdir 10% ni qilgan, kimdir 5% ni qilgan. Endi bu nima beradi desangiz, sotuvni 30% ni qilib turgan mutaxassisga asosiy zadacha qilib biz keyingi oyda ham shu 30% dan tushib ketmaslikni zadacha qilib qo'ydik. Endi 5%, 10%, 15% qismini qilgan sotuvchilarga planni ko'paytirdik. Va shu planga qarab lead taqsimlashni boshladik. Undan tashqari parallel ravishda 62% konversiyamizni oshirish ustida ishladik. Video davomida qanaqa oshirganlarimiz haqida misollar keltiraman. Endi shunaqa qilib aprel oyida 250 ta lead tushgan bizga. Lekin sotuv konversiyamiz 42% ga oshdi. Uspешный konversiyamiz 62% dan 85% ga oshdi. Shuni hisobiga aprel oyida mart oyiga nisbatan 2 karra kam lead olinganligiga qaramasdan mart oyi bilan bir xil ob'em bajarildi. Buning uchun nima qilish kerak? Biz nima qilganmiz? Hozir sizlarga misollarda keltirib beraman. Masalan, sizga aytaylik bir oy davomida lead 1000 ta tushdi. Undan sizda sog'lom yoki здоровый deyiladi. 300 ta, ya'ni 30%. Bundan sizda zakaz konversiyasi 10% deb oladigan bo'lsak, sizni chek summangizni x deb olamiz, chunki o'zingizni shu x o'rniga o'zingiz summangizni qo'yib ketaverasiz. Kimdadir 500 ming, kimdadir 1 million, kimdadir 100 million. Endi 300 tadan 10% deganimiz bu 30 ta sotuv. 30 ni ko'paytirasiz x summaga chiqadi sizda bir oylik summangiz. Endi faraz qiling, hozirgi kunda hammada uchrab turgan muammo sifat yana ham pasayib ketdi. Sizda 1000 tadan oldingidek 300 ta emas, uje 100 ta yoki 50 taga tushib qoldingiz. Endi bu vaziyatda qanaqa qilib biz sotuvni tushirib yubormasdan ushlab turdik? Birinchi o'chirda biz nimalar qildik? Birinchi o'chirda chuqur analiz qildik. Ko'pchilik analiz qilish deganda nech pulga nechta lead keldi deganni tushunadi. Yo'q, aslo bunaqa emas. Analiz deganda nimalarni analiz qilsak bo'ladi? Masalaniga 1000 ta leaddan jinsi bo'yicha analiz qilib chiqing. Nechta ayol kishi, nechta erkak kishi tushdi, nechta yosh bola tushdi. Viloyat bo'yicha analiz qilib chiqing. Misol uchun 1000 ta leaddan bizning holatimizda masalan 50% Toshkent shaharidan tushgan. 30% Vodiy, 20% Voha bo'lgan, qolgan 10% Qoraqalpog'iston hamda Xorazm viloyatlaridan bo'lgan. Bu orqali biz nima qilganmiz? Ya'ni bu sizga nima beradi? Shu orqali siz ko'rsangiz bo'ladi. Ha, demak sizda 50% leadlaringiz Toshkent shahardan. Bundan kelib chiqib, sizning marketing bo'limingiz yoki targetologlaringiz nima qilsa bo'ladi? Viloyatlarga yoki shu 10% ni qamrab turgan Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasiga auditoriyasiga mo'ljallab target yoqsa mumkin. Endi biz nima qilganmiz o'zimiz proyektimizda? Bizda 40% Toshkent shahar bo'lgan zakazlarimiz. Endi bu aytgandek 30% Vodiy bo'lgan, 20% Voha bo'lgan, 10% Xorazm, Qoraqalpoq bo'lgan. Biz shuni analiz qilib chiqib, shuni ko'rganimizdan keyin biz местный, ya'ni Qoraqalpog'iston xalqi kuzatadigan, Qoraqalpog'iston xalqi ishonadigan blogerlar, telekanallar, radiolarga reklama berish boshlaganmiz. Undan tashqari sotuv bo'limi ichida alohida mini komanda tashkillashtirganmiz. Qoraqalpoqcha gapiradigan, Xorazmcha gapiradigan qizlarimizdan, yigitlarimizdan iborat komanda tashkillashtirganmiz. Nimaga bunaqa qilgansiz? Bu nima bergan degan savolga javob: siz 50% zakazi chiqib turgan Toshkent shahariga 60% ga ko'tarishga ketgan kuchingizni 10% zakazi chiqib turgan viloyatlarga sarflasangiz, 10 ni 20-30 ga aylantirish tabiiyki o'zingiz bilasiz, osonroq, tezroq. Shu orqali biz bir oyda x2 ob'yomga o'sganmiz. Lead sifati pasayishiga qaramasdan biz
x 2 ob'yom qilishga erishganmiz. X o'rniga o'zingiz ob'yomingizni qo'yib hisoblab ko'rsangiz bo'ladi. Shu paytda bizda x ob'yom 350 million bo'lgan. Endi yana ham chuqurlashadigan bo'lsak, boya aytganimizdek, sizda 10% zakaz chiqqan. 10% zakaz. Tabiiyki, zakaz bor joyda atkazlar ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa, oldindan to'lov qilmaydigan bo'lsangiz, oldindan bronga yoki yetkazib berishiga pul to'lanadigan sohalarda atkaz holati juda ham yuqori bo'ladi. Ayniqsa hozirgi kunda xalqimizda ham onlayn sotuvga nisbatan ishonch juda ham pasaygan. Endi xuddi yuqorida aytganimdek, zakazlaringizni ham viloyati, yoshi, jinsiga qarab, zakaz summasiga qarab ajratib chiqishingiz kerak. Bu orqali nimani ko'rasiz? Qaysi viloyatda nechta sotuv bo'lyapti? Qaysi viloyatda atkazlar ko'p? Agar sizda yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, bizda tayyor dashbordlar bor yoki o'z dashbord yasashingiz mumkin atkaz sabablarini o'rganish uchun. Biz atkaz sabablarini o'rganib chiqqanimizda atkazlarimizni 60% dan yuqori sababi nedazvon zakazlar bo'lgan. Ya'ni zakaz chiqib ketgan, kurer telefon qilsa ko'tarmaydi yoki dastlabki olib borganda telefon qilsa ko'tarmaydi. Biz nima qilganmiz yechimiga? Ikkinchi raqamni majburiy qilganmiz. Ya'ni zakaz bergan mijozimiz ikkinchi qo'shimcha raqam berishi majburiyat. Qo'shimcha raqam bermasa zakaz yo'lga chiqmaydi. Undan tashqari yana qilishingiz mumkin, zakaz chiqib ketgandan keyin tasdiqlov bo'limini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni zakaz bergandan keyin, zakaz oformib qilgandan keyin dastlabki o'tishdan oldin yana bitta telefon qilib, zakaz summalari, adreslari, zakaz beruvchi shaxsni tasdiqlab o'tadi. Yana ham takomillashtirish yo'llari, zakaz chiqib ketgandan keyin SMS rasilka qilib qo'yasiz. Mijozga shunaqa kompaniyangiz nomidan kichkina SMS boradi. Buni hammasi mijozda zakazini olib qolishga nisbatan mas'uliyatni ko'paytiradi. Shu orqali biz bir oyda uspeshniy konversiyamizni 60% dan 85% ga ko'tarishga erishganmiz. Lidlaringiz sifati pasayib ketishiga qaramasdan sotuv hajmini me'yorda ushlab turishi eng birinchi qiladigan ishingiz bu analitika yo'lga qo'yish, ya'ni dashbordlarni integrat qilishingiz sotuv bo'limiga. Analitikani yo'lga qo'yish orqali siz qayerda sotuvlaringizni yo'qotyapsiz, qayerda potensial mijozlarni yo'qotyapsiz, shularni aniq yaqqol ko'rishni boshlaysiz. Viloyat kesimida, yosh kesimida, mijozi qiziqishlari kesimida, mutaxassislaringiz kesimida, atkaz sabablari kesimida analiz qilsangiz bo'ladi. Shu orqali siz qaysi joylarni o'stirish mumkinligini topasiz, shunga urg'u berasiz va qarabsizki, lid sifati 2 karra pasayishiga qaramasdan shu ob'yomni ushlab turishga erishasiz. Bu degani shunaqa qolish kerak degani emas, parallel ravishda siz sifatlarni oshirish ustida ham ishlashingiz kerak. Birinchi masalamiz bo'yicha hammasi tushunarli, menimcha to'liq ma'lumot bo'ldi. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tilgan ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak. Ikkinchi masalamiz, ya'ni bugungi videoda ko'rib chiqadigan ikkinchi masalamiz, lid soni target xarajatini oshirmasdan turib, sotuv hajmini 2x dan 5x gacha oshirish yo'llari. Biz qanaqa qilib bir oyda 2x ga oshganimiz misolni keltirib beraman. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, x o'rniga o'zingizning raqamlaringizni, o'zingiz sifralaringizni qo'ysangiz, qanchalik o'sishingizni, qanchalik rivojlanishingizni ko'ra olasiz. Savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin, nimaga x deb gapiryapti deb? Chunki har bitta proyektni qilgan paytimizda biz anonimnost, ya'ni ichki raqamlarni ko'rsatmaslik haqida kelishuvga qo'l qo'yamiz. Shuning uchun sizlarga ochib ayta olmayman. Lekin sizni sotuv hajmingiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, bu aytilgan maslahatlar, bu aytilgan yechimlarni qo'ysangiz, albatta o'sish bo'lishi aniq. Chunki sizga ko'rsatadigan yechimlarimizni bir necha xil sohalarda bir-biridan sotuv hajmi 10 karragacha farq qiladigan proyektlarda qo'llab ko'rganmiz. Shunday ekan, xudo xolasa, sizning proyektingizda ham ish berishi 90% kafolatlangan. 10% sizga bog'liq. Chunki o'rgangan narsani, ko'rgan narsani, aytilgan narsani amalda qo'llamasangiz foydasi yo'q.
Endi ikkinchi masalaga qaytadigan bo'lsak, lead soni va target xarajatingizni oshirmasdan turib, qanaqa qilib 2x dan 5x gacha oshish mumkin? Shuni yo'llarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda qiladigan asosiy masalamiz qayerda potensial mijozlarni yo'qotamiz, qayerda potensial sotuvlarni yo'qotamiz. Shuni aniqlab olishimiz kerak. Buni aniqlash uchun boya videomiz boshida aytganimizdek, sotuv voronkasini shakllantirish kerak. Hozir sizga qisqacha sotuv voronkasi bo'yicha shablon ko'rsataman. O'zingizni sohangizga, o'zingizni biznesingizga to'g'rilasangiz, albatta foydasi beradi. Xo'p, sotuv voronkasida oladigan bo'lsak, birinchi voronkamiz albatta bu yangi leadlar yoki yangi zaявkalar deyiladi. Bundan keyingi voronkamiz chiquvchi qo'ng'iroqlar, ya'ni siz chiquvchi qo'ng'iroq qilyapsiz, ya'ni menejerlaringizga ajratib berdingiz, ular bog'lanib chiqadi. Bundan keyingi voronkalar nedazon yoki aloqa o'rnatish imkonsiz bo'lgan mijozlarimiz. Bundan keyingi voronkalar ko'pchilik joyda endi biladi, bizlarnikilar brak deb bilishadi. Ya'ni nechelevoy auditoriya. Ya'ni raqam qoldirgan, lekin raqam qoldirgandan xabari yo'q yoki bizni xizmatimiz, mahsulotimiz kerak emas insonlar. Undan keyingi voronkamiz kelishuvlar, ya'ni ko'pchilik biladi, bir nima решение deb. Undan keyingi voronkamiz zakaz, отказ va uspeshna etapi. Endi har bitta etapga alohida to'xtalamiz. Ko'pchilik qiladigan asosiy xato. Birinchi asosiy boshlanadigan kamchiligimiz nedazon etapida boshlanadi. Ya'ni nedazon etapini olaylik. Birinchi qiladigan ishingiz nedazon, ya'ni bog'lanib bo'lmagan mijozlaringizni ustida ishlash kerak. Nimalar qilishimiz mumkin? Biz nimalar qildik? Bizda ham asosan 40% mijozlarimiz nedazonga chiqib ketish boshladi. Avvallari bu sifralar 10-15% tashkil qilgan paytda ahamiyat bermasdi. Lekin 50% bu juda ham katta sifra. Agar siz faraz qiling, oyiga 1000 ta nomer olayotgan bo'lsangiz, 50% 500 so'mga. $1 kelganda ham siz $500 shunchaki rasxod qilyapsiz. Har bir dollar rasxodi bor, sotuvchi rasxodi bor, ularni qo'shsangiz $1 dan qimmatga tushib ketadi. Endi yechimga keladigan bo'lsak, biz nima qildik? Birinchi masala, raqam qoldirayotgan paytda mijozga Telegram username-ni kiritishni ham qo'shib qo'ydik. Shu orqali biz ko'tarmagan mijozlarga Telegram orqali bog'lanish yo'lga qo'ydik. Bu orqali nedazonlar soni 5% dan 10% ga kamaydi. Chunki hozirgi kunda telefon ko'tarmaslikning asosiy sabablaridan bittasi sizni sotuv bo'limingiz raqami bo'lishi mumkin. Ayniqsa 78, 71lik raqamlarni juda ko'pchilik ko'tarmayapti hozirgi kunda. Undan tashqari biz analiz qilib chiqdik, nimaga ko'tarmayotganligini tasdiq qilib chiqdik. Sabablardan bittasi kimdirlar uchun kulgili ko'rinishi mumkin, lekin oddiy xalqda MIBdan, kreditdan qarz ko'payib ketgan, begona raqam telefon qilsa ko'tarmaydi. Telegramni yozsangiz sirasi javob beradi. Shu orqali biz nedazonlar sonini 10% gacha qisqartirishga erishdik. Undan keyingi qilgan ishimiz SMS rasilga jo'natdik. Ya'ni assalomu alaykum, ismim Baboy Xudoyor, sizga shu masala bo'yicha bog'landik, ko'tarmadingiz. Vaqtingiz bo'lsa yoki qiziqqan bo'lsangiz, qaytarib bog'lansangiz, bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Va mahsulotni xarid qilish uchun mana shuncha foiz chegirmangiz saqlanib turibdi deb insonlarni qayta bog'lanishiga undov berdik. Shu orqali yana 5-10% ga nedazonlarimiz kamaydi. Endi nedazon bo'lishning sabablari ham bor. Masalan, doim o'chirilgan, noto'g'ri raqam, mavjud emas, minezona, mashlardan kelib chiqib ham biz targetolga tizib berdik, ya'ni направление berdik. Nedazonlarning 30% ni sababi o'chirilgan raqam. Bu orqali nima yechim qildik? Targetda mijoz raqam qoldirayotgan paytda qo'shimcha raqamini ham kiritishni majburiy qildik. Shu orqali nedazonlarimiz yana ham 5-10% ga kamaydi. Qarabsizki, 3 ta направление orqali biz 50% dan 20% gacha tushirdik nedazonlar sonini. Bu degan so'z avtomat boya sizni 30% bo'lib turgan konversiyangiz 60% ga ko'tarildi degani. Endi keyingi etapimiz kelishuv qilib qo'yasiz. Ya'ni telefon ko'tardi, xizmatingizga, mahsulotingizga qiziqish bildirgan, menejerlaringizga gaplashdik, kelishuv qildi, lekin sotib bo'lmadi. 90% call centerlarimizda, bizneslarimizda bo'ladigan muammo
kelishuv qilgandan keyin qaytarib telefon qilmaydi yoki telefon qilsa ham bir og'iz gap. Nima bo'ldi, xarid qiladigan bo'ldingizmi? Mijoz nima deydi? Yo'q. Bo'pti, xayr salomat bo'ling, telefonni qo'yadi. U mijozni esdan chiqaradi. Endi bu joyda ikkita qilinadigan ish bor. Birinchisi kelishuv qilinayotgan jarayonda qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Ikkinchisi kelishuvdan keyin amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar. Kelishuv qilayotgan paytda qilinishi kerak ishlar. Обязательно qilib qo'yishingiz kerak. CRM, Amo CRM bo'lsin, Bittrex bo'lsin, CRM bo'lmasa ham kelishuv qilayotgan mijozingiz haqida to'liq ma'lumotlar kiritib qo'yish kerak. Nima haqida gaplashdingiz? Nima bo'yicha kelishuv qildingiz? Hozirgi holati nima? Mahsulotingizdan, xizmatingizdan kelib chiqib, nima ma'lumotlar kerak mijoz haqida to'liq bilib, nima haqida kelishuv qilganingizni yozib qo'yish kerak. Ana o'sha paytda kelishuv vaqti kelganda telefon qilganingizda avvalambor shu kelishuv mijoziga eslatishingiz kerak. Ana undan keyin kelishuv haqida gaplashsangiz bo'ladi. Endi biz nima qildik? Bizda ham shu ko'pchilikda bor muammo, 70% sog'lomliklarimiz kelishuvda qolib ketdi. Biz nima yechimlar qildik? Birinchi qilgan yechimimiz kelishuv vaqti kelgunga qadar eng kamida 2 yoki 3 marta bog'lanib, shunchaki hol-ahvol so'rash. Undan tashqari 1-2 marta SMS rasilga jo'natib qo'yish. Biz haqimizda, kompaniyamiz haqida yoki mahsulotimiz haqida yoki mijozni muammosini eslatib turish maqsadida 2-3 ta vaqt oralig'idan kelib chiqib SMS rasilga jo'natdik. Shu orqali mijoz o'zini muammosini, dolzarbligini, muammosini hali yechim olmaganligini esidan chiqazmadi. Sizni muammoingiz esingizdan chiqmasa, значит bu muammoni nima qilish kerak? Hal qilish kerak degani. Shu orqali biz bir oyda kelishuvlarimizni 70% dan 35% ga tushirdik. Tabiiyki bu degan so'z zakaz konversiyasi oshadi degan so'z. Undan tashqari kelishuv vaqtida telefon qilsangiz, mijoz sizni esdan chiqazmagan. Hozirgi zamonaviy tilda aytganda, zapiskchilar tilida aytganda progress. Xo'p, davom etamiz. Kelishuv paytida telefon qilganda yana bitta biz qo'llagan texnikamiz mijoz birinchi suhbatdan keyin siz kelishuv qilgan vaqt oralig'ida shu muammosi hal bo'ldimi? Hal bo'lmagan bo'lsa, qanchalik darajada yana ham kattalashib ketdi yoki qanchalik orqaga ketdi, qancha vaqt yo'qotdi, nimalar yo'qotganligi haqida to'liq tushuntirib berdi. Shu orqali mijoz xarid qilish veriyatnisi 50% dan 75-80% ga ko'tarildi. U yog'i o'sha mijozi pul to'lov qobiliyatiga taqaladi. Keyingi qilgan ishimiz zakaz chiqqandan keyin boya yuqorida aytib o'tganimizdek birinchi masaladan ko'rib chiqdik bu narsani. Zakazlarimiz отказ bo'ladi. Отказ bo'lish sabablarini o'rganib chiqdik. 60-70% holatda sabablari nedazon. Birinchisi, ikkinchisi fikridan qaytgan, undan keyingisi pulini ishlatib qo'ygan asosiy muammolar. Yoki hozirgi kunda ko'p uchrayapti, boshqa joydan olib qo'ygan, arzonroq narsa ko'rgan, yoki sizdan birinchi olib borib bergan holatlar ham kuzatiladi. Endi nedazon zakazga video boshida aytib o'tdim yechimlarini. Shu yechimlarni qilsangiz, albatta zakaz o'tkazlaringiz kamayadi. Bundan tashqari, zakaz chiqazayotgan paytda biz sotuvda vaksina texnikasini qo'lladik. Ya'ni tasdiqlash bo'limi telefon qilgan paytda yana bir bor ta'kidlab, tushuntirib, undan tashqari ma'lum bir proyektlarimizda avans to'lovlar yoki oldindan to'lov qilish yo'llariga o'tdik. Tabiiyki, inson to'lov qilib qo'ygandan keyin ma'lum bir qismini bo'lsa ham olib qolish ehtimoli 95% ga oshadi. Shu orqali, shu texnikalarni qo'llash orqali biz bitta proyektimizda, bu ham 2026-yil bo'lgan proyektimiz, bir haftani o'zida sotuv konversiyasi x 3 ga oshdi, uspeshniy konversiyamiz x 2 ga ko'tarildi. Boya aytganimdek, x o'rniga o'zingiz raqamlaringizni qo'yib, hisoblab ko'rishingiz mumkin. Shu bilan videomiz oxiriga yetdi. Diqqat qilib ko'rganingiz uchun minnatdorman.
Video boshlayotgandek, oxirigacha ko'rgan insonlarga sovg'alar mavjud. Sovg'alar nima desangiz, sizni biznesingizni, sotuv bo'limingizni o'sish nuqtalarini lично o'zim konsultatsiya qilish orqali topib beraman. Buning uchun pastda kommentariyada raqamlaringizni qoldiring yoki opsiyada ko'rsatilgan raqamlarga bog'laning. Siz bilan lично o'zim aloqaga chiqaman. Shu o'rinda yana bitta yangilikni aytmoqchiman. Shuncha yil yiqqan opitlarimizdan kelib chiqib, shuncha yil yiqqan bilimlarimizdan, praktikalarimizdan kelib chiqib, o'zimni shaxsiy mentorligimni boshlayapman. Aynan onlayn sotuv bilan shug'ullanadigan, call center orqali sotuv qiladigan sotuv bo'limi rahbarlari va biznes egalari uchun shaxsiy mentorligimni boshlayapman. Bu mentorlikni qilishdan maqsad avvalambor sotuv bo'limi bor biznes egalarini daromadini 2x dan 5x ga oshirishga yordam berish. Bundan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston bozorida ko'p uchrayotgan muammo, o'zimiz ham uchrayotgan muammo, proyektlarimiz ko'p, lekin sotuv bo'limi rahbarlari yo'q. O'shaning uchun sotuv bo'limi rahbarlarini o'qitib, tayyorlab, yaxshi o'qigan, yaxshi o'zini ko'rsatgan robotlarni o'zimiz proyektlar bilan ta'minlash hamda oyiga eng kamida $1000 dan boshlab daromad topishiga sababchi bo'lish. Agar sizga ham mentorligimiz qiziq bo'lsa, quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va siz bilan o'zim birma-bir suhbat qilaman. Chunki mentorlikka hamma ham to'g'ri kelmaydi. Diqqat qilib ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.